Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz obunachilari hamda ustozlar. Sizlarga bugun ikkinchi sayt bilan tanishtirib o'tmoqchiman. Ya'ni malaka oshirish institutida o'rganganlarimizdan biri. Bu saytdan juda ham ko'pchilik foydalanishliklari mumkin. Rus tili, ingliz tili, musiqa fanlari va ko'plab fanlar foydalanishlari mumkin. Misol uchun mana bu yerda biz tilni tanlab olishimiz mumkin. Bu yerda ruskiy va ingliz bor. Ikkalasidan foydalangan holatda tilni o'rganish mumkin. Masalan, birinchisi, ya'ni biriktirish. Men rus tilini yaxshi bilmayman. Lekin koshka nimaligini bilaman xolos. Mana koshka, viberi nogi, oyoqlari to'rtta. Xo'p. Nima degani? Avtomatlarda o'zbekchaga beradi. Xususiyatlari, belgilari, tomonlari ekan. Demak, mushukning belgilaridan biri bu meh. Misol uchun tukli demoqchiman. Utka, misol uchun nogi ikkita. Utilkamikin, xullas mana shunaqa qilib qo'yingchi. Buni oyoqlari 0 ta, buni oyoqlari 6 ta deb mana rekoshkami narsa mana qilib tilni o'rganishlari mumkin. Yoki mana bu yerdan ingliz tilini tanlab olishsa, bu inglizcha chiqadi va ingliz tilida terishlari kerak bo'ladi. Mana shu tartibda. Keling ikkinchisini ko'rib o'tamiz. Mana ikkinchisi blokli dastur tuzishni o'rgatadi. Masalan, mana shu tartibda turadi. O'rtaga keldi, demak, yana bitta qo'shib berishimiz kerak. Mana. Ikkinchisiga va shu o'rinning o'zidayoq bu dasturni ham tuzib beryapti. Ikkinchisi, buni men oldindan tuzib qo'ygandim. Bitta yuramiz, yuqoriga qayrilamiz, bitta yuramiz. Endi bu tomonga qayrilamiz, yana bitta yuramiz. Mana. Ko'rganingizdek, mana yana dasturlarni tuzib beryapti. Left, forward, yurish, right qilib yozib beryapti. Endi bunda to'g'ri kelish kerak. Bu yerda repeat until, ya'ni shu belgiga borgungacha to'xtamasdan yurilsin. Mana 3 ta 4 ta yurgizib o'tirmay bitta yurishlikni takrorlashlik bilan bu natijaga erishyapmiz. Endi mana shu tartibda takrorlash jarayonini mana shu joygacha olib kelishimiz kerak mana. Endi bu mana bu joyda turganligini inobatga olib, oldin yuradi. Keyin esa yuqoriga bitta. Keyin yana yuradi. Yo'q, mana shu holatda bo'ldi. Mana ishlatib ko'ramiz. Kechirasizlar. Tomonga edi. Xato bo'lsa shunaqa ko'rsatib qo'yadi. Yana adashibmiz-ku. Endi bu tomonga burilish kerak. Ko'ryapsizmi? Shundoq tartibda o'rgansa bo'ladi. Xatolaringizni ham o'zingiz ko'rib olishingiz va dasturni qaysi blokga ishlayotganligini ham ko'zingiz bilan ko'rib turishingiz mumkin bo'ladi. Endi mana bunda hop ikkita yuradi. Keyin esa tepaga bitta qayrilib olgandan keyin to'xtamasdan yuradi mana. Va hokazo bu tobora qiyinlashib, murakkablashib boraveradi, to 10-qadamga borguningizga qadar murakkablashib boraveradi. Xo'p, endi ikkinchi bo'limni ko'rdik. Endi esa 3-bo'limni ko'radigan bo'lsak, mana birinchisidan boshlay qolaylik. Men buni o'zim to'g'rilab qo'ygandim. Mayli, buni ham ko'ra qolaylik. Mana run 45 gradusga burib qo'yganligim uchun u to'g'ri boryapti. Ana endi
4-chi bo'limni ko'rib chiqamiz. Masalan, buni tuzib qo'ygan ekanman. 0 dan tuzamiz. Masalan, jarayon 1, 2, 3, 4 marta takrorlanishi kerak. Mana 4 raqami turibdi. Xo'p, endi forward 100 qadam yursin. 100 qadam yurgandan keyin bu nima qilsin? Burilsin. Ishlatib ko'ramiz. Mana shu tartibda mana navbatdagisi ochilib boraveradi. Endi bu yerda biz gradusni 95 gradus emas, 72 qilib ko'ramiz. E'tibor bergan bo'lsangiz, juda ham to'g'ri tartibda bo'ldi. Bu yerda faqat oxirgi yurishni qo'yib qo'ymabmiz mana. Uzr kechirasizlar, kattalashtirib oldim. Buni olib tashlayman manasini. Buni oxiriga qo'yib qo'yishim kerak edi. Ana shu bilan yakunlanadi. Va yana davom etishingiz mumkin. Ana endi bloklanganlarning ichidan mana shularni ko'rdik. Qolganlarini ham o'zingiz mustaqil o'quvchilaringizga o'rgatishingiz mumkin bo'ladi. Hozircha bizda shular. Keyingi darslarda uchrashguncha xayr, salomat bo'linglar.